Assalomu alaykum. Kuruvdan chopish agentligidan keldim. Kelinglar. Как раз sizlarni kutib turdik. Kelinglar. Kimni kuruvdan chopish kerak? Mana chopish kerak. Necha kunga chopish kerak? Biza xullas dachiga chiqib ketamiz. Bir haftaga. Amallasa bo'ladi. Bizga o'rtog'ingiz haqida ma'lumot kerak. O'rtog'ingiz rasxod qiladimi? Umuman qilmaydi. Yoz. 3-stepen. 3-stepen qanaqa stepen? Pas stepen. Pul topadimi? Biza bilan bir xil topadi. 3-o'chir. Oltin yoz. Oltin stepen qanaqa stepen? Itdan ham pas stepen. O'rtog'ingizda zararli odatlari bormi? Zararsiz odatlari bormi deb so'rang, aka. O'rtog'ingiz bu narsa so'rab turadimi? Umuman so'ramaydi. So'ramasdan pullarimizni ishlatib hamma narsani yeb tashlaydi so'ramasdan. Oltin o'chir 9 yoz. 9-stepen qanaqa stepen edi u? Kana stepen. Xuddi shunaqa. Xavotir olmang. O'rtog'ingizni nazoratimiz ostiga olamiz. Faqat xizmat narxi qimmatroq bo'ladi. Aka to'laymiz. Jon aka, to'laymiz. Kelishdik. Biz ko'rinmaydi ko'batar kulgirsigan Hozir kiraman. Sebebimiz Assalomu alaykum. Assalomu. bizda o'zlari Kelinglar. damdar mi tek basman var. Donuz nafsini Turuv. Shartnomani bekor qilaylik, aka. O'zi 2 kun bo'ldi. Bizga 2 yildek bo'ldi, aka. Qarzga botirib yubordi o'rtog'ingiz bizani, aka. Nomimizga kreditlar olib tashlabdi, aka. Xotinimga hamma qizlarim bilan peripiskalarimni tashlabdi, aka. Masjidga keldi. Ko'tar. Mana. Masjidga keldi, aka. Aka prosta shartnomani bekor qilsak, qimmatga tushib ketasiz-da. Qimmatmi? To'laymiz. mil